O'rtoqjon, bitta narsa so'rasam xafa bo'lmaysizmi? Yo'q, xafa bo'lmayman. Tinchlikmi, nima ekan? Hali ham yangilik yo'qmi? Yo'q. Ancha vaqt bo'ldi shekilli. Shu keliningizda nimadir bor-da. Bir gap borligini ancha avvalroq sezganman, buni sizga aytganman. Nimasini aytasiz? Ancha avvalgi voqeani ham aytganman-ku sizga. Hushidan ketib qolib nima emish? Limon choy qon bosimini tushirganmish. Ha, men har doim limon choy ichaman, yana ko'k choy bilan birga ichaman. Hech narsa qilmaydi-yu. Bu keliningizchi hushidan ham ketmagan o'shanda. Bu ataylab qilgan. Bilmasam. Siz har safar mana shunaqa bo'shlik qilasiz. O'tgan safar o'g'lim bilan ham, dadasi bilan ham ancha tortishib qoldik mana shu kelinni deb. Mana, ko'ryapsizmi? Shu keliningiz sababchi bo'lyapti hammasiga. Shumqadam ekanda bu keliningiz. Shunaqaga o'xshaydi. Buni ustiga mana homilador bo'lolmayapti. Tibbiy ko'rikdan o'tganda sog'lom chiqqan edi. O'rtoqjon, bir ham soddasiz-a. Tanish bilish qilib hammasini yopti qilganda. Menga qarang, buni bir narsa qilmasa bo'lmaydi. Nima qilamiz? Zamira opani kelini haligacha homilador bo'lmayapti ekan degan gap tarqab ketsa bormi? Nima ham qilamiz endi? Kutishdan boshqa chora yo'q. O'rtoqjon. Kelin, Labiyajon? shu yaqin o'rtada shifokorga bordingizmi? Yo'q, oyijon. Nega bormadingiz? Oyijon, nimaga shifokorga boraman? Sog'lomman-ku, yaxshiman. Sog'lom emassiz. Sog'lom bo'lganingizda shu paytgacha homilador bo'lgan bo'lardingiz. Oyijon, endi nasibda bo'lib qolar. Bo'lib qolar. Qachon bo'lib qoladi? Hali to'yimizga ham ko'p bo'lmadi-yu. Voy! Ko'p bo'ldi to'yingizga. Voy, ko'p bo'lmadi deysiz. Bu paytgacha boshqalari kelini allaqachon tug'ib ham bo'ldi. Nima meni butun mahallada sharmanda qilmoqchimisiz? Palonchini kelini tug'mas ekan degan gapni olib bermoqchimisiz? Zamira. Ha? Ham bu yoqqa qara.